Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zerix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz yana o'sha qishloqda yashaymiz. Birinchi navbatda videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir biz albatta fermamizga qarashga boramiz. Hop. Mana bularni, ya'ni bug'doylarni olib olaman. Va yerga topshirishimiz kerak bularni. Daniel bizga oylik beradi. O'tgan safar 1 stak beradi. Bu safar oyligimni 2 stakka ko'paytirib berar ekan. Nimaligini bilmadim, lekin ana shunday qilaman dedi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarning obunangiz va like'ingiz men uchun katta motivatsiya bo'ladi va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring. Hop, mana bularni ham, ya'ni kartoshkani ham olamiz. Hop. Mana bu kartoshkalarni ham olamiz va sabzilarni. Qirg'ishda. Hop. Bugungi maqsadimiz bizga yangi uy kerak. Do'stlar, bizga yangi uy kerak. Uyni umuman kichkinaligiga sig'olmayapman. Juda katta masman, bahaybat deb o'ylamanglar. Yo'q, men bahaybat emasman. Hozir merdan so'raymiz. Narsalarimizni yig'ishtirib, birorta uy bo'shadimi, bizga uy bering desak, bersa kerak. Men bo'pti, narsalarni olishni boshladik. Birinchi navbatda kirka bilan bu lampochka kerak bo'ladi. Buni ham olamiz. Hop, mebellarimni olib oldim. Va mana ularni ham kompyuterni almashtiraman, chunki mebel magazin topa olmayapman. Kompyuterlarimni ham almashtiraman, biroq merdan ham so'rab olamiz. Kompyuter mebellar sotadigan xonani taqtaqa kirishga mumkinmi? Kiraver. Assalomu alaykum mer janoblari, men sizga soliqlarni olib keldim. Va alaykum assalom. Qayerga solishni bilasizmi? Xo'p, solib qo'yaman. Mer janoblari, oligimni olaveraymi? Olib olaver. 2 stakan. Shular menga 2 stakka bitta uy bering. Bo'pti, o'zi как раз bitta uy bo'shadi, ustaxona bo'laveradimi? Bo'laveradi. Xullas, keyin birorta mebel magazin yo'qmi? Mebel magazin desak, shu qishloqdan chiqib hamma yoqda tik quduq tomonda yurasan, kelgan joydan keyin edan chapga burilasan-da, tik yurasan, bitta joy keladi, ya'ni bitta uycha keladi, o'sha yerda mebel sotadi. Hop, rahmat. Uyimga joylashib olaver-ya. Albatta, yerdagi fermasanki. Rahmat. Mana ikki cho'kkan ekan. Mana bu yerdagi ferma. Nimaga bu ferma bittalik? Bo'pti, keyin narsalarni qo'yib qo'yamiz. Kompyuterga pulim yetmaydi, lekin qolgan mebellarga yetadi. Uy как раз bo'sh ekan. Menga foyda degani bu. Bu yerga narsamni, kravatimni, bu yerga stolimni joylashtiraman va lampochkamni esa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, endi bu yerdan chiqamiz do'stlar va mana u Amir aytgan narsaga boramiz. Avvaldan qarasang chiqadi deydi. Mana ekan. Hop, mana shu yerga boramiz do'stlar. Hop. Svetamiz urgani. Tak, kirishga bo'lmi? Kiravering. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men mebelga kelgan edim. Alaykum assalom, keling. Nimalar olasiz? Xo'sh, menga narsa kerak. Kompyuter almashtirasizlarmi, ranglarni ko'p kompyuterga? Almashtiramiz, bering. Hop, mana o'zimning kompyuterim. Ko'kini olib olavering. Hop. Bizga birinchi navbatda bitta verstak kerak bo'ladi do'stlar. Bitta pechka kerak bo'ladi. Bitta sunduq kerak bo'ladi. Bizga stol kerak bo'ladi bitta dona. Wi-Fi va bitta kompyuter olamiz. Bo'ldi. Shular hammasi necha ming bo'ldi?
1,5 izumrud. Aha, hamma narsa ozon ekan-a? Ha, bizda hamma narsa arzon. Hop, mana bunday qilib turib tashib bersam. Rozimisiz? Ha, roziman, ketaver. Yana kelib turgin. Hop, rahmat. Hop, do'stlar, mana mebellarni ham olib oldik va fermaga qarab qo'yamiz. Keyin bemalol uyimga kirib, birinchi navbatda narsalarimizni joylashtiraylik, keyin fermaga qarayveramiz. Uyga kiramiz. Mana bu yerga stolni joylashtiramiz. Bu mana shunday qilib turib uyim ana zo'r chiqdi degan umiddaman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Zo'r chiqdimi, chiqmaganimi? Mana bu Wi-Fi bilan kompyuterni olamizda. Mana bu yerga kompyuterni qo'yamiz. Hop, ochamiz. Wi-Fi-ni esa bu yerga qo'yib qo'yamiz, yoqamiz. Hop. Aha. Ana yoqildi do'stlar. Tushirib qo'ysam bo'ldi. Xo'p, Wi-Fi yo'q ekan. Mayli, endi hozir fermaga qarashimiz kerak. Mana bu narsalarni joylab qo'yib fermaga qaraymiz. Hop. Mana buni biz sandiqqa solaymiz. Mana keyin bu yerda ham ovqat mukazanini ham topish kerak mendan so'rab, lekin bu qismda emas. Ya'ni bu videoda emas. Men videoni nimaga ketyapman? Men o'zi fermamga qarashim kerak edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, mana bularni ham olamiz hammasini. Mana bu yerdan ham terib olamiz. Mana bu yerda ikkita vitali gaplashib o'tiribdi. Mana bu yerdagi kartoshkalar qolib ketmabdi, mayli. Hop, mana bu potatolarni ekamiz, ya'ni kartoshkalarni do'stlar va karot, sabzilarni ham ekamiz. Hop, mana bunday qilib bunday va bo'ldi do'stlar. Ularni merga topshirsam kerak. Yerdan so'rab kelamiz. Men mana ularni o'zimga olib qo'yaveraymi? Ha, o'zing olib qo'yaver. Hop, rahmat. Sen topshir. Hop. Bu qizlarni o'zimga olib qo'yayotgan bitta sog'lomchini yeb olay. Keyin qonim to'q ekan, mayli. Hop. Bunday qilib turib bularni ham solib qo'yamiz. Qashqaron tushyapti. Videoni demak tugatishim kerak. Sizlar bilan men Zervix bo'lim. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.